Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi mashinamiz Gentra. Bunga 212 qo'yilyapti Gentramizga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol komfort tuzligiga murojaat qilinglar. Endi bu yoqda ish jarayonlari ketyapti. 212 ni sizga istaqmon. Aka, nima qilyapsiz bunga? Ustunovka qo'yamiz aka. Ustunovka nimasi bu? Shu emas, miyasi demak ishlab beradi. Miyasi bu. Ha. Femerlarni ham qotib. Do'stlar, femerlarni qaranglar, baqlatligini buni. Motorchidan ko'rasizmi? Simlarni qaranglar, akkuratni qilingan. Sidenani qarang, sinig'ligini qarang. Toqlarni qarang, toqlarni. O'rtasi material bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqinglar. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, teginglar. Tepaga siz padgo'larni tepaga chiqadi, pastga tushadi. Spinka oldiga, orqaga. Hamma oldini ko'tarsa, oldini ko'taradi. Spinka oldiga, orqaga. Yani işte qopi bor. Tepaga qilsangiz tepa qopishadi, bosib turasiz. Pastga qilsangiz pastga qopishadi. To'g'ri qilsangiz ikkala baravar ishadi. Orqaga qilsangiz sekin qo'yaveradi. Bo'ldi shu. Keyin mana bossangiz, sizlar ishlamaydi. Qaysi bir? O'yna blokir. Keyin ayoqdan o'ynasa, bosib qo'yasiz bo'ldi. Sidena nima deymiz? Yaxshi, zo'r, cho'tka, yoqdi. Zo'rmi? Gap yo'q. O'zinikidan bari ancha zo'r, a? Ha, juda aqlli. Gap yo'q lekin. Rahmat. Charchamang aka. Bo'ldi. Xo'p, sog' bo'ling. Salomat bo'ling. Otir aka, nima deysiz endi bunga? O'tgan safar 2 kun oldin Mercedes 212 Cobalt'ga qo'yildi. Hozir mana bu Gentra'ga qo'yamiz. O'sha anaqasini ko'rasiz. Qaysi mashinaga yaxshi tushganini kommentariyada yoza olasiz. Cobalt'gami, Gentra'ga?